Assalomu alaykum qadrli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Mana ko'rib turganinglar siren, o'zimiz siren deb ataymiz, lekin Lagestramiya sorti, italyanskiy bular. Mana 3 oy mobaynida ochilib turadi. Mana gulini ko'ryapsizlar, juda ham yirik bargli bo'ladi. Bular ulangan bo'ladi. Ulangan holatda o'zimiz oddiy sirenlardan farq qiladi. Mana bu yerda qora bargligi ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin, bu ham mana dinamit degan sorti qizil bo'ladi, mana qizil. Bularni mana ko'chatlarini ko'ryapsizlar. Kimda kim ekadigan bo'lsa, zakaz beraverasizlar, mana ko'chirib tayyorlab beramiz. Ekilgan joyda juda ham chiroyli qilib tashlaydigan sirenlar bo'ladi. Mana bunaqangi ranglari ham bor. Mana juda ham chiroyli turadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Siren kimga maynaqa manzarali gul kustaniylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga albatta murojaat qilinglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin.